Hurmatli mehmonlar, 35 yilda hurmatli prezidentimiz videoga oladiganlar bo'lsa marhamat. 35 yilda bu kunlarga yetib keldik. 35 yilda bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor, bu kunlarni orzu qilganlar bor. Eng muhimi, biz globusni eng tepasida turib qoptoq tepyapmiz. Xudodan shuni so'raymizki, kelgusida bizni qo'shni respublikalarimiz ham mana shu FIFAda qatnashib, mana shunday bayramlarni biz 5 ta respublika birga qilaylik. Keyin hammanglar kim cherkovga boradi, sinagogaga boradi, masjidga boradi, boshqa joyga boradi. Hammanglardan bir iltimos, o'yinimizni duo qilinglar. Bizga yutuq emas, qatnashish shart. Kim yutgan taqdirda ham biz o'shalar tomondamiz. Avvalambor, eng muhimi, janob prezidentimizni duo qilamiz. Bu kishi bo'lmasa, bu kunlar kelmas edi. Bu kimgadir badxonimlik qilish emas, bu haqiqatni tan olish kerak. Shuning uchun hammalardan iltimos, bugungi bo'layotgan kunlarga yana bir marta aytaman, yetganlar bor, yetmaganlar bor. Men bugun juda ham hayajondaman. Mana shu narsani boshlaganimda shunday o'tishini o'zim orzu qilgandim, bugun yetdim o'shanga. Ladies and gentlemen, we wait this event 35 years. 35 years. Because of the Uzbekistan today open. And then that's why today our team playing above the globe. Because we will kick the ball today, it will reach the Europe and further. That's why everybody, I would like to ask you, please, when you go home, ask the God. We needed our team in FIFA have to play in final. Doesn't matter whether or not. We will expect it always the best result. Уважаемые дамы и господа, мы этот день ждали 35 лет. 35 лет. Я очень волнуюсь, но я извиняюсь, если что-то пропущу. Но сегодня на самом верху в глобусе узбекские ребята, узбекистанцы играют. Не имеет разницы, какой национальности, но наши ребята играют в футбол. Сегодня, благодаря президенту, благодаря нашему репрезентативу из Вашингтона, который президент сам лично отправил их сюда, чтобы быть с нами. Сегодня очень хороший день. Это праздник. Сегодня большой праздник. Когда я начал вот этот, очень волновался. Я надеялся, что будет сегодня вот так. Но это случилось. Благодаря вам, благодаря президенту, благодаря вашингтонским представителям и посольству, благодаря нашим ребятам, футбольным командам, сегодня произошло это. Поэтому я всем вам желаю успехов. Еще раз прошу всем молиться за Узбекистан и наших братьев. Endi Washingtondan vakilimiz, elchixonamiz vakiliga so'z beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Jimjitlik, пожалуйста. Ijozat uchun katta rahmat. Men bitta narsani aytmoqchi edim. Nyu-Yorkda va kecha Edmontonda xalqaro aeroportida vatandoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi milliy terma jamoasini kutib olishda chiqishlari, shu bilan birgalikda bizlarni qirg'iz, qozoq, tojik, turkman birodarlarimizni qo'llab-quvvatlashlari juda ham bizlar uchun, O'zbekiston uchun va mintaqamiz uchun hamda milliy jamoamiz uchun bu juda ham katta bir yutuq deb o'ylayman. Chunki bizlar hali o'sha FIFAda qatnashdi, asosiy o'yinlar boshlanmasdan turib ma'lum bir yutuqqa
erishdik, chunki hammamiz bir mintaqamiz birligini, bitta kuch ekanligimizni ko'rsatib qo'ydik. Chunki internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa juda ham katta muhokamalarga, ijobiy ma'noda muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu hammamizni men o'ylayman bir katta yutug'imiz deb o'ylayman. Shu munosabat bilan yana bu yerdagi Edmontondagi vatandoshlarimizni, xususan O'zbek milliy markazlari rahbarlari Obid akamga, Muhammad Aliyevga, Sashobam Rahimovga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Borlaringga shukr. Elchixonamiz tomonidan bizga qanaqangi yordam kerak bo'lsa har doim tayyormiz. Birgalikda harakat qilishga, bitta maqsadga erishishga tayyormiz va boshqa demak rus, ukrain va boshqa millatlarni qo'llab-quvvatlayotganliklaringiz uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz va milliy terma jamoamizga omadlar tilaymiz. Xudo xohlasa mundialda juda katta muvaffaqiyatlarga erishamiz. Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir daqiqa. Endi Albertadagi eng katta jamoamiz rahbari Shohista Rahimovga so'z beramiz. Iltimos orqadaglar. Jimjitlik, 100% silent. Please. Shohista marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, o'rtoqlar. Assalomu alaykum, O'zbekistondan kelgan mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib bizlarni boshimiz bugun osmonga yetdi. Har davlatdan kelgan, har yerdan kelgan odamlar bugun shu yerda o'tirishdi. Hammalarimizga O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun Obid akamga, Yunusxonga, mana bu kishi ham Humaynim Vashingtondan kelganlar, atashe bu kishi ham, bu kishiga ham rahmat. Avvalambor Shavkat Mirziyoyevga rahmat. Shu kunlarga yetishganimizga Shavkat Mirziyoyevning yordami bilan yetishdik. Agar bu kishi bo'lmaganlarida bu kunlarga yetishmagan bo'lardik. Sizlarni ko'rib boshimiz osmonga yetdi. Olg'a O'zbekiston. Sizlardan bir kishi. Yok, keldi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, yurtdoshlarimizga, mamlakatdan kelgan barchalarga juda ham hayajondamiz. Rosti kutmodik. Bunaqa bo'lishini kutmodik. Hozir o'tirgandek millat orzusi edi. Millatimiz ozod bo'lsin, tinch bo'lsin. Hattoki mana hozir ko'ramiz. Afg'oniston, Turkiyadan ham mana hozir arkadaşlar da oldu. Çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Yani fırsatımızda yana chiroyli kutib olishdi. Futbolchilarimizdan o'ylaymanki, bundan juda katta ruhiy oziq olishdi. Va ertaga bo'lgan uchrashuvda Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha chiroyli harakat qilib, ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Yana bir bor butun jamoamiz nomidan ularga katta rahmat aytamiz. Uzr so'raymiz, terma jamoamizni o'zini rejalari bor. Tartib, intizom bilasizlar birinchi o'rinda. Agarda intizomga rioya qilinmasa, bilasizlar natija ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz endi rozi bo'lasizlar, terma jamoa nomidan vakil bo'lib 4 kishi keldik. Shunga katta rahmat aytamiz butun terma jamoamiz nomidan. Hammalarga omad, o'ylaymiz ertaga Xudo xohlasa o'yinda ham mana chiroyli qo'llab-quvvatlab, ya'ni xabar keldi, yana bundan ham ko'p bo'ladi deb aytishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Xudo xohlasa birgalikda chiroyli o'yin o'tkazamiz. Yana bir bor hammalarga butun terma jamoamiz nomidan katta rahmat. Qirg'izcha faqat qirg'izcha. Hurmatli o'yindarchilarimiz, salom o'zbek do'stlarimiz, boshqa xalqdan kelgan do'stlarimiz.
Men degan Qirg'iz qo'mini natdan suylayapman. Bugun biz atayin sizlarga kelib, kechada aeroportga borib sizlarni to'sib, biz abdan siymiqtanamiz. O'zbekistondan kelgan sizlarning futbolniy komandalarga biz abdan siymiqtanamiz, quvonamiz. Anan sizga so'zsiz ertangda boramiz, o'yinga boramiz. Qalaganim sizga Faqat g'alaba. Sizga o'yinlar yaxshi bo'lsin. So'zsiz sizga biz bo'lishamiz, bu yoqda bo'lamiz. O'shandan hechnekay siymiq berib qo'ysam, esdalik siymiq demak, siymiq berib qo'ysam. Shunday ko'rishlar. I'm really sorry. Only using Kyrgyz language right now, but also I want to repeat everything in English as well. Dear ladies and gentlemen, our amazing Uzbek friends and other friends from different countries, I am talking on behalf of Kyrgyz community. Kyrgyz community is so proud and so happy to see that Uzbek team here in Canada. We feel like we are cheering for you and wishing a success. I hope tomorrow's game will be amazing, and of course we're wishing you to win. And furthermore, on behalf of the Kyrgyz community, I would like to give some presents, first of all, to our friends from official friends from Embassy from Washington. Yeah. Oh, from Washington. So please remember us. It's from Kyrgyz Association in Canada. Furthermore, we have people even came from Manitoba, Kyrgyz guys in Khalpa. It's like, thank you so much. Thank you so much. I just want to add small things. When this game, friendship game started, I was in the chatting group. There was option to do this game, Vancouver, Montreal, Toronto, and Calgary. I just make the one small joke. Okay, let's do the last, the province on the top of the globe. We will kick the ball. The ball will reach the Europe. They take it and then they accepted my joke. And then this game today is in Edmonton. Also, I would like to provide a small present to team members, because by this small present, we are also sending you positive energy to win tomorrow, and not only tomorrow. Just to echo a bit more, we're wishing you to be in the finals and not only. Just go forward. Alga Uzbekistan! Humoyinga beramiz. Bizni sevimli attashemiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli mana Markaziy Osiyo vakillari, barchangizni aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qo'llab-quvvatlaganlar uchun juda ham minnatdormiz. Mana sizlar borsizlar, bizlar bormiz. Aytib o'tganlaridek, mana davlatimiz rahbar tomonidan shuncha imkoniyatlar yaratildi va bizni futbolistlarimiz o'sha imkoniyatlardan foydalanib, ular mana jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Xudo xohlasa birgalikda ularni ertaga jahon chempionati doirasida qo'llab-quvvatlaymiz. Mexiko shahrida, Hyuston shahrida, Atlanta shahrida barchangizni mana bizni hamkasbimiz Yusuf aytib o'tganlaridek ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir rezonansga sabab bo'ldi, juda ham bir yaxshi kutib olinganligi komandamiz. Ular ham juda ham katta motivatsiya oldi, ruhlandi. Kutib olishda mana bizni qardosh xalqlarimiz, Qirg'iz Respublikasi jamiyatlari, Qozog'iston Respublikasi jamiyatlari, Turkmaniston, Tojikiston Respublikalari jamiyatlari ham bizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Birgalikda tarixni futbolistlar yaratdi. Birgalikda endi jahon chempionatida bir yaxshi natija qilib, ikkinchi tarixni yarataylik.